Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Farg'ona prokuror sovriniga Tasimo bot demak Telegram botimizdan qanday to'g'ri foydalanish borasida video yo'riqnoma qisqacha. Demak, sizga berilgan 4 ta botdan biridan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, unda shunchaki misollarni demak yechib ketsangiz bo'ladi. Agar o'quvchi yoki boshqa bir odam nomidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, demak qaytadan profilni o'zgartirish tugmasi bilan profilingizni o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Buni hozir hammasini bosqichma-bosqich ko'rsatib o'tamiz. Demak, Telegramga kirib olamiz va qidiruvga Tasimo pastki chiziqcha bot deb yozib olamiz. Botimizga bosib olamiz. Mana Tasimo boti. Start tugmasini bosamiz agar siz oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz. Keling bir boshdan ko'ramiz. Oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, quyidagicha oyna chiqadi. Start tugmasini bosganingizdan keyin sizdan tilni belgilashni so'raydi. O'zingizga ma'qul ko'rgan tilni belgilaysiz. Mani demak misolimda bu o'zbek tili bo'ladi. Va telefon raqamingizni yuboring tugmasi chiqadi. Ushbu tugmani shunchaki bosish orqali yuborsangiz bo'ladi. Familiya ism sharfni kiritayotganda e'tibor bering, lotin harflarida yozilishi shart va to'g'ri yozishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Sababi shakllantirilayotgan ro'yxat ham, berilayotgan sertifikat ham sizni yozgan ma'lumotingiz asosida shakllantiriladi. Davomidan demak mana shu qismiga sharf demak o'chirsangizni yozib qo'yishingiz mumkin. Xo'p. Endi viloyatingizni tanlang qismida hozirda Farg'ona prokuror sovrini bo'lgani uchun Farg'ona viloyati uchun maxsus demak video tayyorlanmoqda. Shu uchun Farg'ona viloyatini bosasiz. Tuman shaharingizni tanlang, o'zingizni tumaningiz bo'lishi shart. Chunki birinchi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi bosqich onlayn, ikkinchi bosqich offlayn bo'ladi. Shu sababli offlaynda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz, o'sha ro'yxat asosida siz qayerni belgilagan bo'lsangiz, o'sha yerda chiqilasiz. Xo'p, ishtirokchi turini tanlang. Demak, o'qituvchi tugmasini bosamiz va siz agar maktabda tahsil bersangiz, maktab akademik litseyda bo'lsa, akademik litseyni bosasiz. Bizning misolimizda bu maktab bo'ladi va o'zingizni maktabingizni tanlab olasiz. Endi imtihon tilini tanlash o'zbek yoki rus tilida bo'ladi imtihon. Agar bu sizni qaysi birini tanlashingizga qarab. Demak, o'zbek tilini bossangiz o'zbekchada keladi, imtihon savollari rus tilida bossangiz rus tilida keladi. Bizning misolda o'zbek bo'ladi va ma'lumotlaringizni tekshirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar ma'lumotlaringizda xatolik ketib qolgan bo'lsa, back ya'ni orqaga tugmasini bosib turib, uni to'g'rilab tahrirlash imkoniyatingiz mavjud bo'ladi. Agar tasdiqlashni bosib yuborgan bo'lsangiz, profilingizni o'zgartirish imkoniyati hali ham mavjud bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish imtihon kunigacha. Shu sababli profilni o'zgartirish ham imtihon kunigacha bo'ladi. Undan keyin esa o'zgartira olmaysiz. Profilni o'zgartirish tugmasini bosganimizdan so'ng siz profilingizni o'zgartirishga rozimisiz degan savol chiqadi. Shunda tasdiqlashni bossangiz, qaytadan boyagi jarayon demak boshlanadi. Xuddi shu misolda agar siz boshqa kishini, ya'ni raqamingiz boshqa kishini nomidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa yoki siz o'qituvchingizni oldin ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz ham, shu raqamingizdan foydalangan holda profilni o'zgartirishni bosib, o'zingizni demak shaxsiy ma'lumotlaringizga to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Profilni o'zgartirish tugmasini bosib, o'zingiz demak ma'lumotlaringizni shaxsiy ma'lumotlaringizga to'g'rilab olasiz. Boya aytib o'tganimdek, Farg'ona prokuror sovrini bo'lgani uchun Farg'onaga misol tariqasida olamiz va o'sha tumanni belgilaymiz. Endi ishtirokchi turi o'qituvchi, maktabda tahsil bersangiz maktab va maktabni kiritamiz. Agar maktabingiz quyidagi ro'yxatda bo'lmasa, ro'yxatda mavjud emas deb turib, o'sha keraklik o'zingizni o'sha ro'yxatda chiqmagan maktabingiz raqamini kiritib to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. Maktab kiritdik, imtihon tili o'zbek dedik va yana ma'lumotlarimizni tekshirib, endi to'g'riligiga ishonch hosil qilganimizdan so'ng tasdiqlash tugmasini bosamiz.
Xo'p, keyingi qadamimiz nima bo'ladi? Keyingi qadamimiz endi imtihon kunini, vaqtini kutish bo'ladi. Imtihon vaqti aytib o'tilganidek 22-sanada ikkita fandan bo'ladi. Kunning birinchi yarmida, ya'ni soat 12:00 dan 14:00 gacha matematika fanidan imtihon bo'lib o'tadi. 1 soatdan so'ng, ya'ni 15:00 dan 17:00 gacha esa fizika fanidan imtihon boshlanadi. Agar siz matematika fanidan imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, siz 12:00 bo'lishi bilanoq ushbu imtihonni boshlash tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Endi 12:00 dan oldin bossangiz, sizda imtihon vaqtini kuting degan xabar keladi. Imtihon vaqtini kuting degan xabar keldimi, demak hali vaqt kelgani yo'q degani. Shu sababli 12 va undan sal o'tishini kutishingiz mumkin. Endi tasavvur qilaylik, soat 12:00 bo'ldi va siz matematika fanidan topshirmoqchisiz. Diqqat qilamiz, matematika fanidan topshirmoqchi bo'lganlar 12:00 da boshlashi kerak. Lekin fizika fanidan faqatgina topshirmoqchiman desangiz, shart emas 12:00 da imtihonni boshlash tugmasini bosishingiz. Shu sababli keling birinchi holatni ko'rib chiqamiz. Matematika fanidan topshirmoqchiman va imtihonni boshlash tugmasini bosdim. Imtihonni boshlash tugmasini bosganimdan so'ng menga imtihon savollarini PDF ko'rinishida yuboradi va namuna sifatida javoblarni qanday belgilashni ham yuboradi. Endi ko'pchilik foydalanuvchilar baribir mobil qurilmasidan foydalanishadi. Shu sababli bizni tavsiyamiz o'sha notebook yoki kompyuterlardan foydalanish bo'ladi. Nima sababdan? Sababi PDF fayllarni, ya'ni savollarni ochganda noqulaylik tug'dirmasligi uchun. Mobil qurilmalarda xabaringiz bor, maxsus dasturlar so'raydi. Shu sababli kompyuterlarda ochgan, notebooklarda ochgan ma'qul deb bilamiz. Endi quyidagi savollar kelib tushdi, uni yuklab olib, ochib, imtihonni demak ishlashni boshlaymiz savollarni. Va pastki qismida esa javoblarni qanday kiritish bo'yicha namuna bor. Endi bu yerda har bir savol javobi demak pastki qismga yozilingan, to'g'rimi? Buni biz unday qilishimiz shart emas, ya'ni quyidagicha belgilasak ham bo'ladi. Masalan, faqat e'tiborli bo'ling, xuddi biz aytgandek qilishingiz shart. Tartib raqamidan so'ng, ya'ni birinchi savol, nuqta qo'yilishi shart va probel tugmasi bosilmaydi. Probel tugmasini bosib turib javobni belgilasangiz, bu xato hisoblanadi. Shu sababli qaytaraman. Tartib raqam, nuqta qo'yiladi, hech qanday probellarsiz javob yoziladi. Endi javob kattada yozilishi shartmi? Shart emas. Uni kichkina harflar bilan ham belgilasa bo'ladi. Muhimi tartib raqamdan so'ng nuqta qo'yib, so'ng darhol javobni belgilash. Keyingi savolni javobini belgilash uchun probel bosilinadi. Va xuddi shu yo'sinda javoblarni belgilash davom etadi. Masalan, 3B. Endi belgilayotgan vaqtingizda adashib, demak, yuborish tugmasini bosib qo'ysangiz, sizda baribir qabul qilmaydi va quyidagi javob kiritilmagan, ya'ni mavjud emas, ya'ni 4-raqamli javob mavjud emas deydi. Bu degani sizda imkoniyat bo'ladi davom ettirishga. Faqat nima qilasiz? 1, 2, 3 ni yuborib qo'ydim, endi 4 dan boshlayman degan xayol bo'lmasin. Qaytadan boshlashga to'g'ri keladi. Ya'ni 1A, 2A, 3B masalan, 4C, 5D va xuddi shu yo'sinda ketadi. E'tibor bering, agar tartib raqamda bitta dona javob orada qolib ketgan bo'lsa, unda ham qaysi javob mavjud emasligini ko'rsatadi. Shunda o'sha javobni o'zini yuborish ham xato hisoblanadi. Ya'ni yana qaytadan kiritib chiqishingizga to'g'ri keladi. U holatda albatta kopiya qilib olsangiz bo'ladi. Kopiya qilib turib, qo'yganingizdan so'ng tashab ketgan javobingizni qo'yib, belgilab ketishingiz mumkin.
mana bilmasdan interni bosib yubordim, masalan yuborishni bosib yubordim, mana 14 javob noto'g'ri deyapti. Endi buni nima qilamiz? Buni belgilab olib, quyidagi qismga joylab yana davom ettiramiz. Xo'p, test savolimizda agar variant, ya'ni kalitli savollar tugab ochiq javoblar boshlansa, ya'ni faqatgina son talab qiluvchi javoblar boshlansa, siz nima qilasiz? O'sha javobni xuddi shu tartib raqamini qo'yib, nuqta qo'yib turib, masalan aniq bir summa son chiqdi, o'shanigina qo'yib ketasiz. Masalan 4 dona quti degan javob chiqdi. 4 dona deyishingiz xato bo'ladi. Yoki 4 ta yoki qo'shib turib yozsangiz ham xato hisoblanadi. Bu javobni qabul qiladi, lekin xato o'rnida qabul qiladi. Shu sababli faqatgina son raqamlarni o'zinigina yozish kerak bo'ladi. Xuddi shu yo'sinda masalan 32 chiqdi yoki keyingi raqamim 21 chiqdi va keyingi raqamim 5 chiqdi. 16-savolim e'tibor beramiz. Agar mabodo mana javob talab qilsa-yu, men unga kalitni kiritib qo'ysam, bu qabul qiladi, lekin xato javob sifatida qabul qiladi. Shuning uchun berilgan savollarga PDF ga kirgan holatda sinchkovlik bilan tekshirib ko'ring. Demak, xato bo'lib qolmasin. Bo'ldi. Shu bilan yuborish tugmasini bosamiz va javoblaringiz qabul qilindi, iltimos javoblarni e'lon qilinishini kuting degan xabar keladi. Javobini bilish tugmasini bossangiz ham xuddi shu javob qayta kelaveradi. Javobini qachon bilishimiz mumkin degan savolga esa imtihon vaqti 12:00 da boshlanib 14:00 da tugaganida, tugashi bilanoq siz imtihon javobini bilish tugmasini bossangiz, demak sizga javoblar qanchalik to'g'ri noto'g'ri ishlaganingiz keladi. Endi 14:00 da bosdingiz, lekin hali ham javoblaringiz qabul qilindi degan javob, kuting degan javob kelayotgan bo'lsa, yana 10-15 daqiqa kutishingizga to'g'ri keladi. Sababi olimpiadada ko'pincha holatlarda biz 15-10 daqiqa o'sha foydalanuvchilarga o'z javoblarini yuborishlari uchun qo'shimcha imkoniyat beramiz. Shu uchun maslahatimiz 14 masalan 30larda shu tugmani bosib ko'rish. Shu tugmani bosib ko'rganingizdan so'ng sizga quyidagicha javob keladi. Ya'ni mana hurmatli ishtirokchi, siz testda quyidagicha natijani qayd etdingiz. Galochka tursa demak to'g'ri ishlagansiz va sizga ball beradi. Agar X turgan bo'lsa noto'g'ri ishlagansiz va undan 0 olgansiz va jami to'plagan ballingiz quyidagi holatda chiqib turadi. Bo'ldi, siz shu bilan birinchi olimpiadani bosqichini matematika fanidan topshirdingiz va endi fizika fanidan ham topshirmoqchiman deganlar albatta kutib turishiga to'g'ri keladi. O'sha o'zini vaqti, ya'ni 15:00 bo'lganidan so'ng bemalol ushbu botga qaytib kelib, xuddi boya qilgan jarayonlarimizni, ya'ni imtihonni boshlash tugmasini o'sha vaqtning o'zida, belgilangan vaqtda bossalar, fizikadan ham savollar kelib tushadi. Bo'ldi, shu bilan ular xuddi shu jarayonni yana bir marotaba qaytarishadi, javoblarni quyidagicha kiritishadi va qaytarishadi va ularga imtihonni bilish xuddi shu yo'sinda javoblari kelib tushadi. Endi savollar kelmayapti, ya'ni quyidagi PDF savollar kelmayapti, bot ishlamay qoldi degan savollar bo'lmasligi uchun biz nafaqat Telegram botga, balkim Tashkent Imo rasmiy kanaliga ham savollarni o'sha vaqtning o'zida joylab qo'yamiz. Shu sababli Telegram botni o'zidan savollarni kelishini kutmasdan kanalga yuborilgan bo'lsa, kanalni o'zidan ham demak savollarni qabul qilib olib, uni javoblarini yuborishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga barchangizga omad, rahmat.